Qo'limda turgan nasos va kotyolni tez ishdan chiqishi, tizim samaradorligini pasayishi va boshqa qurilmalarda turli xil tiqilishlarga asosiy sababchilardan biri bu qum, zang va shlam, ya'ni metall zarrachalaridir. Xo'p, bunga yechim bormi? Albatta bor. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, batafsil tushuntirib beraman. Dislomator bu isitish va sovutish tizimlari uchun mo'ljallangan maxsus magnit filtr bo'lib, u tizimni biz yuqorida aytib o'tgan zararkunandalardan himoya qiladi. Bu qurilma o'zi qanaqa ishlaydi? Filtr ichida magnitli yadro joylashgan bo'lib, suv filtrlash kamerasidan o'tayotganda magnit maydon temir zarrachalarni o'ziga tortadi. Qolgan yirik zarrachalar esa siklonsimon oqim orqali pastki qismga cho'kadi. Filtrning pastida chiqarish, ya'ni drenaj krani bor. Shlam to'plangach, uni osonlik bilan chiqarish mumkin. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu qurilma tizimi sog'lig'i uchun juda ham muhim komponent hisoblanadi. Sababi tizimni toza ushlab, nasos va kotyolning umrini uzaytiradi. Ortiqcha xarajatlardan kamaytirib, samaradorlikni oshiradi. Agar siz dislomatorning boshqa afzalliklarini ham bilsangiz, izohda yozib keting. Shunaqa foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta bizga obuna bo'ling. Videoni esa foydasi tegadigan tanishingizga ulashib qo'ying.